Ustoz, kalima kursida qanday til bosqichlari mavjud va darslar qaysi kitoblardan o'tiladi? Kalima til kursi 5 bosqichdan iborat. Avvalo, tamhidiy, ya'ni kirish bosqichi. Ushbu bosqichda arab alifbosi o'rganiladi. O'quvchi bu bosqichda harflarni to'g'ri talaffuz qilish, ularni o'z maxrajidan chiqarish, ya'ni o'z o'rnidan chiqarish va harflarni bir-biriga qo'shib o'qish va yozish kabi ko'nikmalarni o'zlashtiradi. Keyingi bosqich A1. Ushbu bosqichda darslar arab adabiy tili A1 va A1+ kitoblari orqali o'rgatiladi. Shu bilan birga Durusun Nahwiya 1 kitobi orqali yengillashtirilgan nahv darslari ham o'rgatiladi. A2 bosqichida esa arab adabiy tili A2 va A2+ kitoblari hamda Miftahul Arabiyya, grammatika qismidan esa Mabda'un Nahv va Taysirus Sarf kitoblari o'qitiladi. B1 bosqichida arab adabiy tili B1 va B1+ kitoblari, grammatika qismidan esa Taysirus Sarf va Mabda'un Nahv kitoblari tugatiladi. Va shu bilan birgalikda Miftahul Arabiyya kitobi orqali darslar davom etadi. Kalima til kursining oxirgi, ya'ni B2 bosqichida arab adabiy tili B2 va B2+ kitoblari, Miftahul Arabiyya va Durusun Nahwiya 2 kitoblari orqali darslar olib boriladi.